Agar suhbat paytida kimningdir labiga tikilib qarasangiz, u sizni o'ziga qiziqayotgan deb o'ylashi mumkin. Lekin peshonasiga qarasangiz, o'zini noqulay va xavotirli his qila boshlaydi. Bu to'rtta psixologik o'yin sizni doim tashvishga soladigan muammolardan yengil olib chiqib ketishi mumkin. Birinchisi eng muhimi. Ikkinchi usul, qachonki kimdir sizga ishonishini yoki biron narsani qabul qilishini istasangiz, gap orasida o'zingiz haqingizda kichik bir sharmandalik yoki noqulay haqiqatni qo'shib yuboring. Nega? Chunki psixologiyada odamlar o'z aybini tan olgan insonga nisbatan ongsiz ravishda himoya qalqonni tushirishadi va uni o'ziniki deb qabul qilib, barcha so'zlariga shubhasiz ishonib ketishadi. Uchinchi usul, kechik peliverga qarab o'zingizni oqlashga urinmang. Buning o'rniga o'ta nozik va kuchli psixologik manipulyatsiyani ishlating. Borib xotirjam o'tirasiz-da, shunday deysiz: "Kechganim uchun uzr so'rayman, lekin shu yerga yetib kelgunimgacha siz bilan juda muhim bir masalani maslahatlashni o'ylab kelayotgandim. Yo'lda xayolim chalg'ib ketibdi." Bu ishlaydi, chunki siz uning e'tiborini kechikkaningizga emas, aksincha uni muhim shaxs sifatida hurmat qilib, maslahatlashni o'ylaganingizga qaratasiz. Suhbatdoshingiz ongi bir zumda g'azabdan qanday masala ekan degan qiziqishga o'zgarib ketadi. To'rtinchi usul, agar ikki qaror o'rtasida ikkilanib qolsangiz, tanga tashlang. Lekin asosiy sir tangada emas, tanga havoda uchib yurgan o'sha bir soniya ichida miyangiz favqulodda qaysi natijani xohlayotganini aniq tushunib yetadi. Tanganing natijasidan qat'iy nazar ichki sezingizga tayanib qaror qiling. Tana telefoni juda murakkab tuyular, lekin barchasi sodda tilda ochib berilgan bir kitob bor. Kitob yaqinda o'zbek tiliga tarjima qilindi. U 8-avgust kuni sotuvga chiqadi. Agar oldindan buyurtma berib qo'ysangiz, maxsus chegirma narxda xarid qilasiz.